Ogoh bo'ling, vahshiylikning yana bir ko'rinishi. Bu haqda batafsil video davomida bilib olasiz. Farg'onada tanishini ataylab mashinada bosib o'ldirgan shaxs haqida. Farg'ona viloyatida mashinada qasddan odam bosib ketib, uning o'limiga sababchi bo'lgan fuqaro 8 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqida Zamon dasturida xabar berildi. Ma'lum qilinishicha, avval ham 2 marta sudlangan fuqaro o'ziga tegishli bo'lmagan Onyx avtomashinasida Qo'qon shahar Amir Temur ko'chasida joylashgan mahalladoshining savdo do'koni yoniga kelgan va signal chalgan. Uning do'kon egasining biroz vaqt o'tib chiqqandan asabiylashgan va 2 fuqaro og'zaki tortishgan. Do'kon egasi do'konga qaytib kirgandan so'ng jinoyatchi uning ortidan borib bo'g'ishga tushgan. Do'kondagi yo'qolashdan keyin do'konchiga yengil tan jarohati yetkazgan sudlanuvchi 2 dona ichimlik suvini o'g'irlab avtomashinada ketib qolgan. Shundan so'ng do'konchi akalariga qo'ng'iroq qilgan va ular manzilga yetib kelishgan. Oradan 30 daqiqa o'tgach, jinoyatchi qaytib kelib harakatlarini davom ettirgan. Transport vositasi orqasida turgan do'konchining akasiga qasddan tan jarohati yetkazish maqsadida katta tezlik bilan orqaga harakatlanib, fuqaroni mashinasida bosib o'tgan va transport vositasi ostida jabrlanuvchi qolib ketganligini bilsa-da, yana mashinani old tomonga harakatlantirib, g'ildiraklari bilan fuqaroni yana bosib o'tib ketgan. Shundan keyin u voqea joyidan qochib yashiringan. Og'ir tan jarohatlari olgan jabrlanuvchi oradan 10 kun o'tib shifoxonada vafot etgan.